Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi Moskva Toshkent направленияsi avtobusimiz ketish jarayonlari, possadka jarayonlari yakunlanib, yo'lovchilar esa endi asta-sekinlik bilan ketishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Aka, qalay, avtobus sizga manzur keldimi? Yaxshimi? Sizdan keyin yo'lovchilarga tavsiya qilsa bo'ladimi? Puliga arziydimi? Nima deysiz, xolos sizlar yaxshimi? Zo'rmi? Mana chig'analar chiqarib o'tiribsiz. Kunlar chiqib ketdi Moskvada. Zo'rmi? Nima deysiz, amaki, yaxshimi? Siz Peterdan keldingiz-a? Sankt-Peterburg shahridan через Moskva avtobuslarda ketyapsiz. Ma'qulmi sizga, amaki? Muammo yo'qmi? Mana o'zi Yusuf akamiz o'zimizning eski klientlardan. Yusuf aka, nima deysiz aka avtobus haqida? Hamma joy ishlaydi, avtobuslar zo'r. Ishonchli. Biz necha yildan beri birgasiz aka, biz bilan Xudo xolasa 4-5 yildan beri muammo yo'q akajon. Hamma yo'q zo'r. Opajon, yaxshimi sizga? Avtobus tavsiya qilsa bo'ladimi? Cho'tkimi? Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, amaki nima deysiz? Xudo xolasa har bir yo'lovchi shunaqa fikrga ega. Azizlar, kimning dokumentida muammosi bo'lsa 5000 rublgacha cho'ntaklarga hisob qo'yinglar, rasxod qilinadi yo'lda. 300 rubldan tamojniy rasxodimiz bor, чтобы so'mkalarda tamojnida tushirmaslik uchun. Boshqa hech qanaqa rasxod yo'q. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.